Muallif video davomida haqiqatni nohaqni esa haq deb izohlashi mumkin. Ushbu harakatlar birovni kamsitish yoki tuhmat qilishga qaratilmagan. Videodagi barcha betamiz so'zlar faqatgina tomoshabinlarga kulgi ulashish uchun ishlatiladi. Videolarimizni balog'at yoshiga yetmagan va ayollarga mutlaqo tavsiya qilmaymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Nozimjon Vlogs emas, Robert Shahmardanskiy hamda yangi boylar. Bugungi birinchi reaksiya videomiz bo'lyapti. Bu ham bo'lsa Yakov 2 sevishganni mashinada olingan tasvirlari. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin albatta layklar bosib qo'yinglar. Kanalga yangisizlar, albatta podpiska bo'lsalaringiz, obi zamzam suvlarini ichib videomizni boshladik. Pagnali. Go. So'ramaydiganlar diqqatiga 3 yildan keyin yerga kelyapti. To'ying qachon deb so'raydiganlar diqqatiga 3 yildan keyin deyapti. 3 yilda bilmadim nimalar bo'lib ketadi, nimalar bo'lmaydi. Qiz qatlarga yurib boradi, bola bo'lsa yuradi, musofir davlat. Xotinim uylanaman, cho'tki qilaman. Tayyordiringlar, ichlaring yonib, kul bo'lib o'linglar. Tayyor bo'linglar, ichlaring yonib, kul bo'linglar deyapti. Hali Lalitosi yari chiqmadi bu yoqqa. Kuyib bo'l. Lalito men mana yerda yuribman deb. Lalito kuyib bo'l dushmanim. Men shu yoqqacha keldim. Buni qarachi. Asosiy fikrda keyin gapiraman. Sizga? Keskin burilish. Diyorbek, video olyapman-ku. Gapirmay turing. Xo'p, aytayaptilar. Kimga tegyapsan dedi, sizga deyapti. Aytayapman, hali na unashtirish, na boshqa. Yana kamiga matischada o'tiribdimi bilmayman. Yigitcha ham rasmini qo'yasiz shu joyda. Shungacha ustiga jimpircha, yana kamiga ustiga kurtkachani mini yubqasidan prichoskalar Piliberskiy polbox deydi buni. Akamiz kulyaptilar. Hali qizni o'yin, nayran qilayotganini bilganlari yo'q. Davom etamiz. Ya, men bunga so'rab qo'ygan. Men bunga kompot bo'lganman. Men bunga kompot bo'lganman deyapti. Dediz mo'l bo'lgandan keyin, mana bunaqa fikrlashingizga pashsha o'tirib ketgan bo'lgandan keyin shunaqalar topasiz-da. Ahvol qarang. Keyinroq fikrlab, takoy yaxshi do'qilasi sepib, bir yaxshi joylarda o'qib, krugazo'rni keyin qilsa bo'lmaydimi? Ush besполезный. Mana bu school bu haqida ham video bo'ladi. Siz shundan tavsiya qiling yigitingizga, shundan keyin javoqdan yaxshi ma'noli fikrli so'zlar chiqadi. Bilib qo'yinglar, men buni ko'zni o'ynatib, aytilmay jim siqilib ketganman. Keyin aytib, endi oldiga kelib, men shu yerga olib qochib keldim buni. Hozir tezkor zamon polibon. Hozirgi shu sharoitda unaqa emas. Lekin tipa qiz o'g'irlab qochmoqchi, qazoqlarni odatlarini o'rganib olgan, tipa qaysi qozog'skiy seriya kinolarini ko'rib o'g'irlab qochadi tudasida. Shunday gapiryapti, короче. Вот это да, а теперь у меня есть жена. Вот это да, у меня теперь есть жена. И сегодня я люблю ее сильнее, чем вчера. А завтра буду любить сильнее, чем сегодня. To'g'rimi? Yo'q, undan ketdim. Rostmi? Shuning uchun bechora menga uylanish niyati bo'lmasa, majburlab yerga tegyapti. Voy bala. Bu qizni shunaqa ayollarni tilidan ushlash mumkinki, gapiryapti. Lekin menga uylanish niyati yo'q, lekin men uni majburlayapman deb. Qiz mana bola bilan matiz ichida nima ish qilgan? Yana kamga quchoqlash o'tirishdi. Oxirida hozir ko'rsalaringiz kulminatsion joy. Ya'ni o'pib qo'yadi. Yo'q-yo'q. Davom etamiz. Kompot bo'lgansan? Ha. Dangel. Menga kompot bo'lganmisan dedi. Ha, dedi. Nega? Rostini aytyapman dedi. Ha, to'shni deyapti. Kompot faqat nimaga bo'lishi mumkin? Qani? Kompot bo'lgan bo'lsa, pulga kompot bo'lganda. Yo'q bo'lmasam, qanaqa bir keyinroq fikrlash uchun kompot bo'ldim ekan. Voy biladi, bu cho'ta yetakchi bu. Zodagonlardan, yangi boylardan bu Robertdan deb. No lekin bunaqa fikrlar afsuski bu akamiz chetlab o'tadi.
Bir ko'zda filt o'xshaydi. Endi videomizni Sayjon videomizni ustiga 18+ belgisini qo'yar ekanmiz. Nima edisiz? Uni malletgacha hali mashinada qilayotgan ishiga to'g'ri ancha oldin chiqdi bu video. Bu videoda asl nusxasini qayerda ko'rmoqchi bo'lsalaringiz Telegram kanalim bor. Robert Shahmardanskiy. Kutib qolaman. Так что kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. И plus bu yoqda kundan so'ng joyga ketyapti. Qani eshitamiz? Bu akacha bir qiz bilan o'pshaman deb tatida baribir soqolchasini olib chiqqan. Yo'q. Bu qiz ham o'pyapti uni faqillatib. Yo'q. Bu nima balo bu bir-biriga. Mana qizni jog'i chiroyli ekan kak. U akachani mana shu savol qiynaydi. Qanday ilintirdi bu bola? Yomma-yo. Ну, короче, hozir akacha ham 2-3 ta qo'yda qilib olib, qarab yuribdi. Bu qizcha bo'lsa hozir o'qishga kirdim deb o'shanga tayyorlanyapti. Bu bolalarda endi taqdirini endi bilmadim. Bittalarga videoga ko'rib kommentariy yozib, "Menga uka mani olib tasha" deb, lekin unda kech bo'lgan bo'ladi. Mana bunaqa qiyin ishlarni qilmash kerak, короче. Okey? Yangi boylar shunaqa qiladi. Setin it qatori yalayapman. Betari it qatori yalayapman deyapti. Bu degani yo'q. Bu degani o'sha o'rganib shu itni darajasiga qiyos qilib beryapti-da. Birov bilozmi bu mashinaning ichida nima qilgan opacha? Mani yoqimli hamda eng yaxshi inson Iskandar Makedonskiy aytgandek, jonli efirda mikrofon aytgandir balkim, karaoke tashkillashgandir. Nima ham qildim? Qani, o'sha video ham tugadi shekilli. Videoni ko'rdinglar. Shunaqangi qanday qilishga bir betamiz ishlar qilmash kerak. Hozir o'zim ham yaqinlarim o'zingga qarab oldim degan odam yo'q. Короче, kamera bilan ishlatmash kerak. Mana bu qizni qo'lli la'nati kamerasi. iPhone basini o'g'itib yuborish kerak. Bunaqa Redmi-larni. Bundan da qiziq videolarda albatta davom etadi. Bu birinchi reaksiya video ham bo'lyapti. Xo'p, biz ham yangi boy bo'lishga harakat qilib, akamlarning ko'rsatgan yo'llari hamda bergan yaxshi saboqlari. Короче, если что, Instagramga o'tib qo'yasizlar. Robert Shahmardanskiy, operator Sayjon va boshqalar. Xo'p. Pattapau bo'lmasam sizlar bilan kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi video nima haqida bo'lishligini sizlar topmanglar, o'zim topib sizlarga cho'tki video qilib, hamda abitdan keyin har kuni mas'ul через день YouTube'da efir bo'lyapti. Kirib, обязательно podpiskani berib, like'larni yondirib tashlasalaringiz, sizlar bilan Nozimjon keyingi videoda ko'rishguncha hammaga rahmat.